Siz ishlaydigan karcher, mana shlankalar anaqa uyda yoyilib yotmasdan shunaqa chiroyli komplektni bo'ladi. Xohlasanglar anaqa qilib burib qo'yasizlar buni. Xohlasanglar bundan to'g'ri. И mana hozir bu 7 xil, pasti 7 xil ko'rsatadi. Bo'ldi. Hech qatdan suv oqib o'tgani yo'q mana. Mana shlankalar mana bunaqa yoyilayotgandan ko'ra mana bunaqa ixchamgina bo'lib turadi. Mana daraxtlarga bog'lagan suv sepsa bo'ladi ana. Naporni ko'ryapsizlar. Bo'ldi. Buni shunda tortsa o'zi kirib ketadi. Keyin ham teshotkalari bor, shlankani yuvib turadi.